Sizlarga hozirda zonasi ko'rsataman. Bu kvartirani tepadan ko'rinishi sxemasi ko'rishingiz mumkin. Nima uchun bunday qilganmiz? Bizlarda Xitoyda ishlab chiqarilgan Amex brendiga tegishli bo'lgan rekuperatorimizni o'rnatilishini qisqacha ko'rsatib berish uchun bu yerga mana shunaqa stend qilganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Bu birinchi kanaldan kelayotgan havoni ichkariga olib kiradi, ikkinchisi esa ichkarida havoni tashqariga chiqaradi. Ikki xil turba ishlatganmiz. Xohlasangiz bundan, xohlasangiz bundan o'rnatishingiz mumkin bo'ladi. Bu rekuperatorimiz 5 ta filtrdan tashqaridan kirayotgan havoni 5 ta filtrdan o'tkazib ichkariga tozalab olib kirib beradi va havo sovuq bo'lsa ilitib olib kirib beradi. Ichkarida karbonat angidrid havoni tashqariga chiqarishda bu birinchi vitishga, ikkinchi vitishga esa tashqaridan kirayotgan havoni ichkariga tozalab olib kirib beradi. Kvartirani mana shu shaklda ko'rishingiz mumkin. Tepadan qanday o'rnatilishi va qanday turishini ko'rishingiz mumkin. Rekuperatorimizni patologdan tushib turgan yoki bo'lmasa patologdan tepada qilib o'rnatib yuborsangiz bo'ladi. Bu narsalarni usta bilan kelishgan holda o'zlaringiz qilishingiz mumkin bo'ladi. Filtrlarni ko'rsatib o'tadigan bo'lsam, bu yerda 5 xil filtr. Birinchisida 3 xil filtr, ko'mir filtr bo'ladi. Bu ko'mir filtr havoni har xil hidlarni tozalab o'tkazadi. Bunisi esa chang va zarralarni ushlab qoladi. Bunisi esa o'sha havoni yanada chisti va toza o'tishi uchun xizmat qiladi. Yana ikkita tepada bor. U filtr joyi, HF filtr va Cetition filtr turadi tepada. Pult upravleniyasi ham ekranli bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin. Bemalol skorosklarni har xil rejimlarda ishlashlarini ko'rib olishingiz mumkin. Ustanovka bo'ladi bu ham. Rekuperatorimizni razmerlari 150, 250, 350 va 500 kubometrga mo'ljallangan razmerlari mavjud va bundan tashqari bu modelimiz F modeli hisoblanadi, Amex'da. Buni B modeli ham mavjud. Ular haqida batafsil yana boshqa videolarda aytib ko'rsatib beramiz. Agarda sizga ham mana shu rekuperatorlarimiz qiziq bo'lsa, kerak bo'lsa, bemalol quyidagi raqamlarga murojaat qilishlaringiz mumkin. Batafsil ma'lumot va narxlar haqida ma'lumotlar berib boramiz. Videolarga izohlarda o'zingizni qiziqtirgan savollar yoki muammolaringiz bo'lsa, bemalol yozib qoldirishingiz mumkin. Biz albatta javob berishga har doim tayyormiz. Sahifamizga obuna bo'lishni unutmang.